Bunaqa noto'g'ri jarimani siz hali ko'rmagansiz. 3 oyoqdan jarima kelgan, 60 cheklangan joyda 200 km/soatda harakatlaning deb Nexia 2 haydovchisiga 6.180.000 so'm jarima kelgan. Endi sizlarga videosini ko'rsatmoqchiman. Nexia 2 haydovchisini tezligiga ahamiyat bering. Ko'rsanglar bo'ladi, Nexia 2 haydovchisi va Captiva. Demak, ikkalasi ham 200 km/soat tezlikda harakatlanyaptimi degan savol tug'iladi. Va ularning orqasida harakatlanayotgan mashinalar ham demak 200 km tezlikda harakatlanyaptimi? Yo'q, bu aslo unaqa emas. Bu yerda jarima xato kelgan. Holatga oydinlik kiritish uchun Nexia 2 haydovchisi bilan hozir bog'lanamiz. Buning uchun biz ROD 24 ilovasiga kiramiz. Avtosignal bo'limidan avtomobil raqamini teramiz. Xo'p, qani qo'ng'iroq qilib bog'lanib ko'rishga harakat qilamiz. Bog'lanish atiga 2000 so'm. Hozir bizga ROD 24 o'zining maxsus raqamidan qo'ng'iroq qiladi va u haydovchiga ham ROD 24 o'zining mana shu raqamidan qo'ng'iroq qiladi. Ya'ni biz bu yerda bir-birimizning raqamimizni ko'rmaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, men qonuniy gaplashamizdan bo'laman, balki tanirsiz. Sizga rahmat. Aka, qarang, sizga 3 oydan sizga jarima kelgan ekan, 60 cheklangan joyda 200 km tezlikda harakatlanding deb kelgan ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir hal bo'ldimi bu muammoingiz? Ha, sudga borganim-ku, ma'mur amaliyotda bolalarga, o'zimizni Buxoroning ma'mur amaliyotda bolalariga chiqib aytdim, aka, u xato ketib qolgan, keling, darza qilib bering, yo'q beramiz deb nima qilishdi? Mana ko'rdingiz, ushbu haydovchi bilan oson bog'landik, ROD 24 orqali, ya'ni avtosignal bo'limi orqali tez bog'landik. Sizlarga ham ushbu funksiyani ishlatishda maslahat beraman. Janoblar, sizlarga ham shu kabi noto'g'ri jarimalar keladigan bo'lsa, birinchi navbatda nima qilasiz? Birinchi navbatda biz ma'muriy amaliyot bo'limidagi maxsus raqamlarga telefon qilib bog'lanamiz va holatni tushuntiramiz. Agarda bu foyda bermasa, keyin jinoyat ishlari bo'yicha sudga topshirib ushbu jarimani bemalol bekor qildirsangiz bo'ladi. Chunki bu 100% noto'g'ri kelgan jarima. Haydovchi bunaqa tezlikda harakatlanmagan. Janoblar, shu kabi muhim ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.